85 marşrut yolu ortaklar. Yaşık köçesi. Bağımız Kola Köprük. Bağımız Maneş. Arkamızda ise dostlar vokzal. Dostlar benimki video rolikimiz uycan arkaga başlanadı. Bir qavatlı havuzcha satışa çıktı. Şunu birlikte görüp çıkamız. Like şadan çıkmasın. Toşki şikarный. Şimdi bir qavatlı havuzcha satışa çıktı. Общий kvadrat bize 400. Bir qator tanıştırıp gösterib o'tamiz. O'ng tarafda yana garajım var ekan. Chap tomonda zeleный zona. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q o'rtoqlar. Acayip stilde salıngan havluca. Bir qator tanıştırıp gösterib o'tamiz. Like uşadan çıkmasın dostlar. Ketdik. Dostlar xudo qalasa içana girdik. Katta bir dalon. Razmerine keladigan bo'lsak 8'e 5. Jaluzi perdeler qo'yilgan. 100% teplый pol dostlar, ko'rdingizmi? Shpaklovkadan chiqqan dostlar. Bu yerni ham уже fon yoki обой üzeriniz telini verasizlar. Rozetkalardan ko'rib tursa dostlar, VIP. Bir devorda 2'dan qo'yilgan dostlar, ko'rdingizmi? Ya shuning dalon qo'llanmasi dostlar, ko'rdingizmi? 8'e 5. Svetiniklari bor ekan. 100% teplый pol. Chap tomonda muallin rakina. Avtomat ключатель qo'yilgan. Halokitimon azobsizlarni tashlab bergan dostlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Chap tomonda bizda o'rtoqlar zalimiz 8'e 3,5 bor dostlar. Bu yerimizdan 100% teplый pol. Shpaklovkadan chiqib turibdi. Fon yoki обой o'rtoqlar. O'zingiz xohlagangiz dengizda uraverasizlar. Dedingizda. Ko'rib tursa dostlar, har bir devorda bir emas 2-3 dona rozetka tashalgan. Ключателini ko'rib tursa dostlar, bir emas 4 dona ключатель. O'ng tomonda bizda o'rtoqlar spalnixona. Razmerine keladigan bo'lsak 6 va 3,5 bor. Jaluzi perde garaj tomona qarab turibdi o'rtoqlar. Bu yerimizdan 100% teplый pol shpaklovkadan chiqqan. Yani şimdi ahvalda sostoyanida sotiladi bu joyimiz. Chap tomonda o'rtoqlar bizda sanuzel. Firmenный original saat texnikadan qo'yib beribdilar, ko'rib tursangiz. Koko firmasının o'rtoqlari. Acayip. Санузел. Qarama-qarshida bizda spальный. Razmerine keladigan bo'lsak 6 va 3 metrdan bor. Jaluzi perdeler ko'rdingizmi? Laminatni döşab turibdi. Shpaklovkadan chiqqan. Fon yoki обой urib berasiz dostlar. Har bir devorda yana rozetka tashalgan, ключателini ko'rib turibsizlar. Bir emas 3 dona ключатель bor ekan. Davom qilamiz. Qarama-qarshida bizda o'rtoqlar kattalan spalnisi sanuzelum bilan. Yerimizdan 100% teplый pol dostlar, ko'rdingizmi? Wi-Fi jipon o'tgan. Bir spalnining sanuzeli dostlar. Bağımız ise dostlar bizde garderobli место bo'ladi. Şimdi spalnixonamiz dostlar. Bu yerda bizda kollektor shu orqali boshqariladi teplый pol bilan. Bu yerimiz esa dostlar katta bir kuxnya 8'e 3,5. Görüyorsunuz dostlar. Rus firmasının двухконтурный котел koyup verdiler. Allah'ta denli avtomat ключатель dostlar, gördünüz mü? Bağımız dostlar katta bir bağ bo'ladi. Zeleный zona. Mangalniy zona desek ham bo'ladi. Chap tomonda letniy tualetimiz yana dostlar. Kladovkasi. Meva daraxtlar ko'rib tursangiz bor ekan. Chiya. Shundan keyin eriklar bor ekan dostlar. Bağımız bizda alohida denli shuning помещенияsi bor ekan. 1 2 3. Dostlar bu yerimiz bizda esa o'ng tomonda darvoza, girish kod. Bemalol ya. Fura girsangiz ham bo'ladi. Indamin 4-5 mashin sig'adi dostlar, ko'rdingizmi? Bu yerimiz esa kladovka, attiq tutib vajan qo'yarasiz dostlar. 400 kvadrat o'rtoqlar. Dokumentlarida muammo yo'q, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, sud olish bo'larasiz. Narxini keladigan bo'lsak dostlar, 160 ming dollar aytilib turibdi. Salazgan kelishuv bor. Ekranda telefon nomerini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz dostlar. Men shunday
Havlı joy dostlar satışa chiqdi. Orientir Yoshlik to'yxona. Vokzal. $160,000 kelishi bor. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.